Assalomu alaykum. Hozir obzor qilib bermoqchi bo'lgan CRM sistemam bu. Ya'ni savdo do'konlari va skladlar uchun CRM sistema. Ya'ni CRM sistemada qanaqa funksiyalar bor, qanaqa qulayliklar borligini qisqacha obzor qilib beraman. Bu CRM sistemaga login parol bilan kiriladi. Hech qanday registratsiya joyi yo'q. Faqat biza shaxsiy o'sha klientlarimizga login parol qilib beramiz. O'shandan tashqari kirib o'sha login parol bilan ya'ni o'zlarini do'konlarini shu programma bilan ya'ni CRM ga ishlatishlari mumkin. Hozir bitta do'kondagi o'sha login parol orqali kirib qisqacha obzor qilib beraman. Ya'ni bu CRM sistemamizni kassa qismida nimalar bor? Buni bir boshidan kelamiz. Agar sizda sotish jarayonini avtomatlashtirish kerak bo'lsa, agar ya'ni avtomatizatsiya qilish kerak bo'lsa, agar shu kassa sizga yordam beradi. Kassada birdaniga ya'ni bir nechta cheklar hosil qilish mumkin. Ya'ni bir nechta cheklar orqali siz bir vaqtning o'zida savdolarni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni oldingizda klientlar 3-4 ta bo'lsa, agar alohida tanlab narsalarni olayotgan vaqtda ya'ni xuddi shunaqa bir nechta cheklar yaratishingiz mumkin. Ya'ni bir-biriga xalaqit bermaydi. Bu yerda yana nimalar bor? Bundan tashqari bu yerda optim narxda va donalab sotishda narxlarni bo'lishingiz mumkin. Agar optimga o'zgartirsam, agar mana bu sal arzonroq bo'ladi, donalab sotishga qimmatroq bo'ladi. Ya'ni bu sizni kirgizgan narxingizga bog'liq. Valyuta nima? Valyuta chekni ham so'mda shakllantirish mumkin, ham dollarda shakllantirish mumkin. Ya'ni siz dollarni belgilasangiz agar, bu yerda ya'ni savdo-sotiq dollarda amalga oshadi. Xo'p, bu yerda klient. Agar sizda doimiy klientlar bo'lsa, agar u klientlarni doimiy ro'yxatini shakllantirish mumkin va bulardan tashqari klientlaringizni qancha qarzdorligini ko'rishingiz mumkin bu yerda. Klientlarning nomi, telefon raqami, ya'ni qancha sizda puli bor, ortiqcha yoki qancha qarzi bor. Yana qarzni ustiga yana qarz olib ketaversa, agar ketma-ket qo'shib borilaveradi. Agar yangi klient qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan yangi klient qo'shasiz. Ya'ni добавить новый klient. Tanlagandan keyin o'sha klientning nomiga chek shakllanadi. Bu yerda tovarlarni filtr qismi bor. Xohlagan tovaringizni filtr qilib chek shakllantirishimiz mumkin. Xo'p, buni so'mga o'zgartirishimiz mumkin deb aytdik. Xo'p, tovarlarning kolичествосini o'zimiz qo'lda kiritishimiz ham mumkin. Ya'ni bu yerdan chekdan o'chirishimiz mumkin, yana boshqa tovarlarni qo'shishimiz mumkin. Bu yerdan kolичествоlarni o'zgartirib, o'zimizga mos chekni shakllantirish mumkin. Bu umumiy summa oplata qilgandan keyin mana klientning nomi turibdi, valyuta turibdi, umumiy summasi turibdi. Приятный bo'lsak agar bizaga o'sha chek apparatdan chekni chiqarib beradi. Agar buni biza qarzga yozmoqchi bo'lsak, agar shu klient nomiga, agar klient tanlanmagan bo'lsa, boshqa klient tanlanadi va o'shaning nomiga shuncha qarz yoziladi. Agar qanchadir summasi berilsa, agar deylik mana 115 ming bo'lsa, 100 ming deylik shuncha 100 bergan bo'lsa, agar qarzga shu mana buncha qismini yozib qo'yishi mumkin. Bu yerda ham pulni bosgandan keyin avtomatik o'sha odamning nomiga qarz yaratiladi. Xo'p, keyingi etapga o'tamiz. Bu yerda ya'ni uspешный bo'lgan, ya'ni muvaffaqiyatli o'tgan cheklar. Bu yerda cheklarni ko'rishimiz mumkin. Mana qachon, ya'ni o'sha kun bo'yicha filtr qilishingiz ham mumkin. Misol uchun bu 13-chisiyoda, 13-chisloni ko'radigan bo'lsak, hop, mana 3-chislada shunaqa chek yaratilgan. Ya'ni siz o'sha kundagi cheklarni ko'rishingiz mumkin. Mana misol uchun 8-chislodagi umumiy qancha продаж bo'ldi, qancha foydasi, qancha doxod turibdi, buni ko'rishingiz mumkin. Agar chekdan qanaqadir возврат qilish kerak bo'lsa, agar возврат tugmasi ham bor, alohida qilib qo'yilgan. Xo'p, bu yerda keyin yana nimalarni ko'rish mumkin? Bu yerda chekni qidirish oson bo'lishi uchun boshlang'ich narx bilan oxirgi narxni belgilash mumkin. U degani nima?
Ya'ni siz bitta chekni topmayapsiz, uni o'rtacha narxi deylik 600 ming so'mlik deylik chek bo'lgan. Shu bu yerda 500 ming 700 ming orasiga kirgizsangiz agar sizga o'sha chekni topib beradi. Misol uchun klientlaringiz kelgan, qayta chekni chiqarib berish uchun shu funksiyani ishga tushirishingiz mumkin. Bu yerda ikkita vaqt nima uchun qo'yilgan? Ya'ni siz haftalik yoki oylik yoki qaysi sanadan qaysi sanagacha bo'lgan, ya'ni sotuvlarni ko'rishingiz uchun ikkita sana qo'yilgan. Ya'ni oraliqdagi savdoni ko'rish uchun. Bu nima uchun qo'yilgan? Bu o'sha chekni nalichiga bo'lganmi, terminalda bo'lganmi yoki qarzga yozdirilganmi filtr qilib beradi sizga. Vazvratni ko'rdik. Keyingi etap bu должник, ya'ni qarzdorlar. Mana bu yerda qarzdorlarning umumiy ro'yxati bor. Bir boshdan kelamiz. Bu so'mdagi umumiy, ya'ni qarzdorlikning summasi, bunisi esa dollardagi umumiy qarzdorlikning summasi. Bu yerda klientlarning nomi, telefon raqamlari, jami qarzlarning summasi. Agar dollarda qarzlari bo'lsa, o'sha bu yerda qo'shimcha o'sha valyuta bilan ham qarzlarni chiqarib beradi. Xo'p, bu nima? Bu chastida, ya'ni klientlarga SMS yuborish, qarzdorligini eslatib turadigan SMS yuborish xizmati ham mavjud. Agar qarzdor qachonki pulni keltirib bersa, agar qarzini platit qilsa, agar platit tugmasi bosiladi, klient nomi belgilanadi, undan keyin bemalol pul to'lashingiz mumkin. Yoki o'sha klientni, ya'ni nomini ichiga kirib qarzdorni platit qilishingiz mumkin. Qancha summa qilyapti? Dollarda qilyaptimi, so'mda qilyaptimi? Xo'p, yangi qarz qo'shilsa agar bu yerdan yangi qarz qo'shiladi. Yangi qarz qo'shiladi. Xo'p, keyingi cheklar. Hozir bitta yana bir narsani ko'rsatishimiz mumkin. Mana klient nomiga qarz yaratilgan ekan. Endi o'sha klientni topamiz. Mana deylik, mana. Hop, chekni ko'rsatmoqchimiz hozir. Hop, qachonki bu yerda o'sha klientga qarz qo'shilgan bo'lsa agar, bu yerda o'sha chekni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qancha mahsulot sotib oldi, o'sha qancha qismini qarzga oldi, qanaqa srokda olib ketyapti, o'sha sroklar bilan ko'rsatishi mumkin. Ya'ni ko'rsatib beradi. Hop, SMSni tushuntirdik. Bu yerda platit tugmasi. Mana bir nechta qarzdorga belgilab turib bir martaga SMS yuborish mumkin yoki hammaga bir vaqtning o'zida yuborish mumkin yoki qarzdorlar ro'yxatini Excelga eksport qilib olish mumkin. Bu yerda import nimasi ham bor. Ya'ni qarzdorlarni Excelda kiritib, undan keyin bu yoqqa qo'shib qo'yish uchun. Hop, bu yerda yangi klient qo'shish tugmasi ham bor. Yangi klient qo'shish uchun bizga klientning nomi bilan telefon nomeri yetadi, xolos. Hop, endi tovar priyom qilishimiz. Tovar priyom qilish deganimiz qanaqadir поставщикdan deylik bir marta bir nechta produkt olib keldik. O'sha bizga misol uchun qanchalik tovar bo'ldi, ya'ni qanchalik prihod bo'lyapti, o'shani hisob kitobini ko'rishimiz uchun bizga priyom tovar bo'limi bor. Priyom tovarda biz birinchi ochrat nima qilamiz? Birinchi ochrat shu oladigan qo'limizni поставщикni belgilaymiz. U uchun biz поставщик bo'limiga birinchi поставщикni qo'shib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Mana bu yerda xohlagan bir поставщикimizni tanlaymiz. Undan qanaqadir produktlarni olamiz, mana. Bu yerda o'sha produktlarni belgilab turib mana narxi turibdi. 3 xil narx turibdi. Ya'ni bu kelgan narxi, optim narxi, donalab sotishdagi narx. Bu yerda kolичествоni belgilasak agar, bu yerda hisob kitob qilib bizga beradi. Mana deylik, mana bu produktdan mana shuncha bo'lsa agar, mana deylik 10 ta olsak agar, mana buncha. Ya'ni 10 ta produkt olsak, summa prihoda 400, ya'ni hop 4500 dan bo'lsa agar 45000. Hop, bu yerda summa prodaja agar 15000 dan sotsak agar, xuddi shuncha bo'ladi. Foydani ham ko'rishimiz mumkin. Hop, bu yerda valyuta bor. Valyutada faqat misol uchun so'mdagi valyutasi so'm bo'lsa agar, so'mdagi valyutalarni, ya'ni produktlarni qo'shish mumkin bu yerda. Agar dollarda nima qilmoqchi bo'lsak agar, prihod qilmoqchi bo'lsak agar, bularni o'chiramiz. So'mdagilarni o'chiramiz. Ya'ni bu yerni dollar qilsak agar, mana so'mlarni o'chirib,
dollarda приходni qo'shib beryapti. Tovarlarning nomini izmet qilish kerak bo'lsa, shu yerni o'zidan qilish mumkin. Valyutasini izmet qilish kerak bo'lsa, shu yerni o'zidan qilish mumkin. Ya'ni bu tovar priyon qilish chasti. Xo'p, undan keyin produkt chasti bor. Ya'ni bu yerda mahsulotlar rasmi, nomi, nechta tovar ekanligi, shtrix kodlari, kategoriyalari, QR kodlari va bu yerda ham import eksport ham bor. Keyin data bo'yicha filtr bor, nom bo'yicha filtr bor. Tovar qo'shishda xuddi shunaqa, ya'ni polyalar mavjud. Bundan tashqari nomenklatura, ya'ni nomenklaturalarini umumiy spiskasi mana, ya'ni bu yerda 3 xil narxda turibdi. Plus dollardagi narxi ham bor, so'mdagi narxi ham bor, shtrix kodi ham bor. Qaysi поставщикdan olinyapti, mana ko'rishimiz mumkin. Abdulla Megamir degan поставщикdan olinyapti. Shtrix kodi ham bor, nechtaligi, ya'ni nechta priyon qilganimiz ham bor, umumiy qancha summa priyon qilganimiz va qachon priyon qilganimiz ham bor. Xo'p, dollar hozir temasida gaplashdik. Bu yerda valyutani kirgizib qo'yish mumkin. Misol uchun 1,270,000 so'm qiymat bo'lsa agar, bu yerdan o'zgartirsak agar, produktning narxlari xuddi o'sha kurs bo'yicha o'zgaradi. Demak, nomenklaturani tushundik. Bu yerda bir necha produktlar bor. Xo'p, поставщик, ya'ni поставщик biza oldi bu yerda qilib yuradigan o'sha nimalar, qo'llar desak ham bo'ladi. Bu yerda mana har priyon qilganimizda o'sha prihod bo'lib create bo'ladi-da-yu, keyin biza oplatit qilib uni to'lab boraveramiz. Mana misol uchun buncha prihod bo'lgan, shuncha to'lagan, buncha keyin prihod bo'lgan. Prihodlarning umumiy summasini ham hisoblab boradi. Dollarda bo'lsa dollarda, so'mda bo'lsa so'mda. Oplatit qilishda qanaqadir kommentariy yozib qoldirsak, kommentariylar ham saqlanib qoladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, keyingi chast klientlar, ya'ni mijozlarimizning ro'yxati, mijozlarimizni umumiy o'sha olgan cheklarini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Ya'ni bitta klient bir nechta, ya'ni marta tovarlarni sotib olsa agar, ya'ni bir necha marta xarid qilsa agar, cheklari shu yerda vaqti bilan saqlanib boraveradi. O'sha bir kun bilan yoki qaysidir hafta yoki oy orasidagi cheklarini chiqarib berishi mumkin. Xo'p, bu yerda umumiy o'sha xaridorlar qancha summa savdo qilganini summasini chiqarib beradi. Xo'p, поставщикni tushuntirdik. Поставщикni qo'shishimiz uchun faqat поставщикni nomi bilan telefon nomeri kifoya. Xo'p, bundan tashqari поставщикni belgilab turib, bu yerda oplata qilsak ham bo'ladi. Ya'ni ichga kirmasdan turib. Mijozlar chastini tushuntirdim. Nastroykada bu yerda ism familiyani o'zgartirish mumkin, akkauntni, parolini o'zgartirish mumkin. Отчет затратga, ya'ni bu qanaqadir kimgadir o'sha ishchingizga pul oldi berdilarini saqlab qo'yishingiz mumkin. Oy oxirida chernovik sifatida hisoblab berish uchun. Inventarizatsiya chasti bor. Inventarizatsiya keyingi chast esa aksiyalar chasti, seyniklar. Bu yerda seynikni o'zimizga moslarini printerdan chiqarishimiz mumkin. Bundan tashqari keyingi funksiya bu ko'chaga chiqayotgan bo'lsa, kassaga hech kim tegilmasligi uchun blok qilib qo'yishimiz mumkin. Parolni to'g'ri kiritganimizdan keyin kassa ochiladi. Ungacha boshqa joyga bosish mumkin emas. Xuddi shunaqa. Bu o'sha proyektni qisqacha obzori. Bu kompyuterning versiyasida CRMni. Bundan tashqari biz mobilni versiyasini ham qilganmiz. Hop, mana mobilni chastiga ham hozir kirib qisqacha obzor qilamiz. Hop, o'sha login parol bilan ya'ni mobilniga ham sistemani o'ziga ham bir martani o'zida kirish mumkin. Hop, bu yerda nima turibdi? Продажа turibdi. Mana chek hosil qilganimizni bu yerda ham tovarlar qo'shib qo'yilgan. Tovar qo'shishimiz uchun bu yerdan tovar nomini filtr qilamiz. Deylik,
qanaqadir tovarni filtr qilib qo'yishsak xolos yetadi. Mana chek shakllandi. Chekni bu yerda yoki nalichiga sotishimiz mumkin yoki bu yerda qarzga yozib klient nomini pivo'r qilib qarzga sotishimiz ham mumkin. Hop, bundan tashqari bu yerda o'sha sotilgan cheklar bor, ya'ni cheklarni ko'rishimiz mumkin telefondan ham. Hop, qachon qanaqa tovar sotilgan, возвратчасы bor. Profil chastida telefonda ham qarzdorlarni bemalol ko'rish mumkin. Hop, bundan tashqari ularni qarzlarini ham ko'rish mumkin. Mana должникda bor. Klient chasti bu mijozlar. Ya'ni mijozlarni nomiga kirsak agar ularni qarzlari ham turibdi. Bu yerda qo'shish ham mumkin yoki qarzlarini o'chirish ham mumkin. Bundan tashqari mahsulotlar bo'limi bor. Mahsulotlar bo'limini keyin kunlik отчет. Ya'ni qancha prihod bo'ldi, qancha расход bo'ldi, qancha qarzga ketdi. Bularni hisoblashimiz mumkin. Bu o'sha proyektimizning qisqacha obzori.